Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizda juda ham katta do'llar yo'qdi. Tingan holatini ko'ryapmiz. 2026-yil 2-iyun kuni mana shu yomg'ir bo'lyapti. Duo qilib turinglar. Bu yomg'irlar insoniyatga barakatli, xayrli bo'lsin, beziyon bo'lsin. Bu vaqtlarda juda ham qattiq yomg'ir yog'ib, hozir do'ltindi. Dalalarda faruzlarimiz nima bo'ldi ekan? Allohga omonat qilib topshirdik. Duoda bo'lib turinglar, sel-pel kelmasin. Juda ham qattiq yomg'ir yog'yapti. Mana